o'sha siydik tutolmaslik muammosi bilan operatsiyaga tayyorlanib borganmiz, lekin xudoga shukr hamma analizlardan o'tdi. Spina bifida diagnozini yengil formasi qo'yildi. Hozir 90% ga tuzalgan. Faqat shu har 3 oyda, har 6 oyda o'zini kerakli licheniyasini, davosini olib yuradi. Hamma xursand. Professorimiz Onur Yamanga oilamiz nomidan juda ham minnatdorchilik bildiramiz. Bundan keyin ham yaqinda Samarqandda bo'lib o'tgan shu konsultatsiyamizdan amin bo'ldim. Shu Samarqandda, Toshkentda qilganimizda 200 ga yaqin bolalarni ko'rdik. Toshkent bilan qo'shganda ularni orasida qiynalayotgan onalarni ko'rib, to'g'risi yurak bag'rim ezilib ketdi. Baribir bu nogiron bolani, kasal bolani boqish o'z emas. Oila har tomonlama eziladi, ham ma'naviy, ham moddiy eziladi. Shu professorimiz bilan birga endi bundan keyin davomiy kelishga, davomiy konsultatsiyalar berishga, kerak bo'lsa shu narsani, shu proyektni O'zbekistonda operatsiyalarni amalga oshirishga xudo xohlasa qaror qildik. Shu jiyanim shu spina bifida diagnozidan keyin, tuzalganidan keyin men o'yladim, nimaga boshqa bolalar shunaqa yaxshi professordan maslahat olmaslikka yoki davo topmaslikka haqqi yo'qmi? Shu O'zbekistondagi shuncha qiynalib yurgan onalarimiz ham shunaqa yaxshi davo yo'llarini bilishsin, keyin bu diagnozni nimaligini, qanaqa davolanish kerakligini, aniq tashxis qo'yilish kerakligini bilishsin degan maqsadda professorimiz bilan shunda qaror qildik. Xudo xohlasa bundan keyin O'zbekistonda davomiy konsultatsiyalarni olib boramiz, hammasiga qo'limizdan kelgancha yordam beramiz va kerak bo'lsa O'zbekistonda murakkab amaliyotlarni qilish rejasini ham tuzib qo'ydik.